Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu ko'rib turganinglar yig'ma monolit. Yig'ma monolitni, ya'ni qo'yilish jarayoni, tayyorlov, uy bitirish, ikkinchi etaj, ya'ni tom qismi patologik qismiga qo'yish. Xudo xolasa, akalar mana ko'rib turganinglardek bitish jarayonida ko'rib turganinglardek mana polistrobologiyalarimiz ham qo'yilgan уже. Xudo xolasa polistrobologiya oxirigacha teriladi. Videolarini qilib qo'yib boraman, kuzatib borishingiz mumkin akalar. Kimga shunaqa xizmatlar yoki polistrablok, mana devorlari ham даже polistrablokdan bo'lgan, polistrablok olish yoki quyish xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, opisaniyadagi yoki profildagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Yig'ma monolitimiz ham o'zimizda bor, xizmatlarimiz bor. Usta xizmatlari ham nima deydi? Usta xizmatlari ham, quyib berish xizmatlari ham, dastavka xizmatlari ham bor. Qo'yib beramiz ham akalar. Bitgan jarayonni olib qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa akalar ko'rib bir qator like bosib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.